Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'rmanlar. İstiqlal gündəlik xəbərlərini görüşünə qızğın qarşı alamiz. Mən Ərşidin Ediqot. Tövəndə vətənimiz Şərqi Türkistan və dünya gün tərtibigə əlaqədar mühim xəbərlərini huzurunuza sunumuz. Qani diqqətinizlər ekranımızda olsun. Xi Jinping bilan Shoyguning ko'rishishi diqqat qo'zg'adi. Amerika Rossiya bilan munosabatini yaxshilashga tirishayotgan bir paytda Xi Jinping bilan Rossiyaning eng yuqori darajalik xavfsizlik amaldori Shoyguning uchrashishi diqqat qo'zg'adi. Amerika ovozining xabar qilishicha, Xitoy raisi Xi Jinping 28 fevral Rossiya xavfsizlik kengashining bosh kotibi, sobiq mudofaa ministri Sergey Shoygu bilan Beyjingda ko'rishgan bo'lib, Xi Jinping Xitoy bilan Rossiyaning do'stligining tavlangan po'latdek mustahkam ekanligini, xalqarалық va rayonlik masalalarda hamkorlikni davomli kuchaytirib, har jihatdagi strategik hamkorlikni amalga oshirish kerakligini da'vo qilgan. Bildirilishicha, Shoygu Rossiya mudofaa ministri bo'lgan mezgilda Rossiya prezidenti Vladimir Putinga Ukrainaga qarshi umumyuzlik urush qo'zg'ash qarorini chiqarishga muhim ta'sir ko'rsatgan shaxs deb qaralgan. Bu qitim u Rossiya xavfsizlik kengashining bosh kotibi sifatida Indoneziya va Malayziyaga qilgan ziyoratini oxirlashtirib, Beyjingni bir kunlik ziyorat qilgan. U Xi Jinping bilan ko'rishishdan burun Xitoy Kompartiyasi Markaziy komiteti siyosiy byurosining a'zosi, Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan suhbatlashgan. Xi Jinping Shoygu bilan ko'rishganda, bu yil Xitoyning Yaponiyaga qarshi urushi, Rossiyaning vatan qo'g'dash urushi va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti qurilganligining 80 yilligiga to'g'ri kelganligi, shunga alohida tarixiy ahamiyatga ega yili ekanligini bildirgan. Xinhua agentligining xabar qilishicha, Xi Jinping ko'rishishda ikki tarafning har darajalik amaldorlari zich aloqani saqlash, men bilan prezident Putin o'rtasida qo'lga keltirgan o'rtaq to'qinishni har taraflama amalga oshirish, mangulik qo'shindorchilik do'stligi, har taraflama strategik hamkorlik va o'zaro foydali hamkorlik orqali o'rtaq utuqqa erishishi maqsad qilgan yangi davrdagi Xitoy-Rossiya munosabatining ruhiy yadrosini kuchlantirish kerak deganlarni da'vo qilgan. 3 yil burun Putin Ukrainaga qarshi umumyuzlik tajovuzchilik urushi qo'zg'ashning oldida Beyjingga ziyoratga berib, Xi Jinping bilan ko'rishgan. Ikki taraf yig'indan keyin bir qator cheki yo'q hamkorlik deb atalgan ikki tarafli kelishimlarga imzo qo'ygan. Rossiya Ukraina urushi portlagandan keyin Xitoy o'zining pozitsiyasining betaraf ekanligini, g'arb davlatlarining Moskvaga qaratgan jazo tadbirlariga qatnashmaydiganligini bildirgan bo'lsa-mu, fursatdan foydalanib Rossiya bilan bo'lgan siyosiy, iqtisodiy va harbiy hamkorlik munosabatini kengaytgan. Navbatda Amerika prezidenti Donald Trump Rossiya Ukraina urushini oxirlashtirishga tirishayotgan bo'lib, analizchilar Xitoy-Rossiya munosabatini buzishning qiyin ekanligini, ammo Amerikaning ikki tarafning hamkorlik saviyasiga ta'sir ko'rsatishi mumkinligini bildirishmoqda. Malayziyada qurilgan kokain tajribaxonasi Xitoylarga chetishliq chiqdi. Malayziyada 4 kishi kokain tajribaxonasi qurganligi sababli ayblangan bo'lib, ularning 3ning Xitoy ekanligi oshkorlandi. Janubiy Xitoy Sahar pochtasi gazetining 1-mart xabar qilishicha, 3 Xitoyni o'z ichiga olgan 4 kishi Malayziyaning Selangor shtatining Nilai rayonida kokain tajribaxonasi qurish, kokain ishlab chiqarish va setish jinoyati bilan ayblangan. Bu jinoyat bekitilgan taqdirda ular o'lim jazosi yoki 30 yildan 40 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin ekan. Mazkur gumondorlarning aybnomasi 17 fevralda sunilgan bo'lib, aloqador sud 22 aprel ichildi ekan. Navbatda ularning kepillikka qo'yib berish iltimoslari rad qilingan. Bildirilishicha, aloqador organlar mazkur tajribaxonaga tuyuqsiz bostirib kirib, taxminan 720 ming Amerika dollari qiymatidagi zaharli chekimlik, naqd pul va boshqa qimmatli buyumlarni qo'lga tushirgan. Xitoy jasuslari bilan Filippin soqchilarining yoshurun munosabati oshkorlandi. Xitoy jasuslik gumondorlarining Filippindagi bir shaharlik hukumat va soqchixonaga naqd pul motosiklet iyana qilganligi oshkorlandi. Reuters agentligining xabar qilishicha, Filippinda jasuslik qilmishi bilan ayblangan 4 Xitoy fuqarosi boshchiligidagi Xitoyparast guruhga Filippindagi bir shaharlik hukumatga naqd pul iyana qilgan va 2 soqchi organiga motosiklet sovg'a qilgan.
Muxbirlar egilagan surat, sen va to'rda bayqalgan paketlarga asoslanganda, Filippin hukumati 1-oyning oxirida 5 Xitoyni Janubiy dengizga yaqin joylardagi Filippin dengiz armiyasiga oid surat va xaritalarni to'plash qilmishi bilan ayblagan bo'lib, ularni hammasini jasuslik gumoni bilan qo'lga olgan. Bularning ichidagi 4 Xitoy fuqarosi ekan. Filippin davlat tekshirish idorasining bildirishicha, bu 5 gumondor uçqusiz havo apparati ishiltib, Filippin dengiz armiyasiga qaratilgan jasuslik harakatlari bilan shug'ullangan. Ularning yonfonlaridan sezgur harbiy o'rinlar va paraxodlarning suratlari, xaritalari topilgan. Davlatlik tekshirish idorasining bir yuqori darajalik amaldorining bildirishicha, ularning jinoyati bekitilgan taqdirda 20 yillik qamoq jazosiga hukm qilindigan. Reuters agentligining ko'rsatishicha, yuqorqi 4 kishi Xitoy Kompartiyasi birliksab organiga chetishliq fuqaroviy guruhining boshliqlari ekan. Navbatda Xitoyning Filippindagi elchixonasi bu vaqtdagi savollarga javob qaytarmagan. G'arb ellari Zelenskiyni qo'llaydiganligini bildirdi. Trampning Yevropa ittifoqi bilan bo'lgan munosabati yiriklashgandan keyin Amerikaning g'arbdagi ittifoqdoshlari Zelenskiyni qo'llaydiganligini bildirishmoqda. CNN kanalining 1-mart xabar qilishicha, Donald Trump bilan Vladimir Zelenskiy o'rtasidagi talashga sabab bo'lgan uchrashish Amerika va uning ittifoqdoshlari orasidagi fikr ixtilofini oshkorlagan bo'lib, bu ahvol Ukrainaning Rossiya bilan bo'lgan urushda g'arb ellarining qo'llashini qo'lga keltirishni talab qilayotgan bir paytda yuz bergan. Bildirilishicha, Angliya bosh vaziri Keir Starmer va boshqa Yevropa rahbarlari Trumpning Rossiyaga tutgan pozitsiyasining o'zgarishidan andisha qilayotgan bo'lib, ular Ukrainaga bo'lgan qo'llash va yordam berish va'dasini qayta ta'kidlagan. Zelenskiy nurg'un amaldorlar bilan aloqalashib, Ukrainaning Rossiya qo'shinlariga qaratgan qarshilik harakatini ta'kidlagan. Navbatda Kanada, Avstraliya qatorliq nurg'un ittifoqdoshlar kuchli tarzda Zelenskiyni qo'llaydiganligini ifodalagan bo'lsa-mu, Vengriya bosh ministri Viktor Orban Trump tarafda turgan. Vaziyatning shundoq bo'lishiga qaramay, Ukraina amaldorlari va harbiy xodimlari Zelenskiyning boshchiligida Rossiyaga birda qarshi ekanligini ifodalab, Rossiyaga yo'l qo'ydigan har qanday tinchlik kelishimini rad qilib kelmoqda. Trump hukumati Isroiliyaga 3 milliard dollar qiymatidagi zo'r so'mli qurol setib berishni tasdiqladi. Amerika Birlashma Xabar agentligining 1-mart xabar qilishicha, Trump hukumati odatdagi parlament tekshirish tarafidan agib o'tib, Isroiliyaga 3 milliard dollar qiymatida qurol setib berishni tasdiqlagan. Bildirilishicha, Amerika Tashqi ishlar ministrligi parlamentga Isroiliyaga 35.500 dan ortiq MiG-84 va 117 bilo bombaliq hamda 4000 dona o'lig'ichi snaryad o'q beshi setib berganligini o'tirgan bo'lib, bu qurollarning umumiy qiymati 2.4 milliard dollar ekan. Tashqi ishlar ministri Marco Rubio bu jiddiy qurol setish qarorini oqlab, buning Amerikaning davlat bexatarlik manfaatiga uyg'un keladiganligini o'tirg'a qo'ygan va mazkur qurollarning Isroiliyaga kelar yildan boshlab yetkaziladiganligini bildirgan. Buningdan sirt, Amerika hukumati yana 675.7 million dollar qiymatidagi o'q-dori va 295 million dollar qiymatidagi to'pa ittirish mashinasi setib berishni tasdiqlagan bo'lib, ular Isroiliyaga 2028-yili yetkazildi ekan. Hurmatli ko'ruvchilar, bugungi xabarimiz mushu yerda oyoqlashdi. Ko'rganingizga rahmat. Atigi programmada ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Allohga omonat.